2026-yil Qurbon hayiti sanasi e'lon qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doim qo'llasin. 2026-yil Qurbon hayiti 27-may chorshanba kuniga to'g'ri kelishi kutilmoqda. Prezident farmonida belgilangan sanalarga ko'ra, hayit munosabati bilan o'zbekistonliklar 5 kun dam oladi. Hujjat bilan 28-29 may payshanba, juma kunlari barcha uchun qo'shimcha dam olish kunlari, 30-may shanba kuni esa 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilangan. Shu tariqa ish haftasi turidan qat'iy nazar barcha ketma-ket 5 kun dam oladi. 27-may chorshanba Qurbon hayiti bo'lishi kutilmoqda. 28-may payshanba barcha uchun qo'shimcha dam olish kuni, 29-may juma barcha uchun qo'shimcha dam olish kuni, 30-may shanba haftada 6 kun ishlaydiganlar uchun qo'shimcha dam olish kuni, haftada 5 kun ishlaydiganlar uchun odatiy dam olish kuni, 31-may yakshanba barcha uchun odatiy dam olish kuni. Barcha 1-iyundan yana ishga chiqadi. Bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.